Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda muhokama inshosi va uni qay shaklda yozish tartibi haqida gaplashamiz. Hop, imtihon jarayonida, ya'ni bizdan talabgordan imtihonga sertifikatga talabgor bo'lgan shaxsdan biror mavzu yuzasida muhokama yuritish so'ralishi mumkin. Ya'ni bu ham muhokama insho ham bir inshoni bir turi hisoblanadi. Ya'ni sizga turli xil qarashlar, turli nuqtai nazarlar taqdim qilinadi va o'shalarni siz muhokama qilishingiz so'raladi. Misol uchun ikki tarafdagi insonlarning fikri beriladi, siz muhokama qilasiz. Agar fikrni so'rasa, siz o'zingiz fikringizni ham bildirib o'tishingiz mumkin. Misol uchun السفر له فوائد كبيرة في الحياة الإنسانية. يعني سفر والإنسان حياته جدا كوب بوينتر بار. يعتقد بعض أن السفر يعزز من الثقافات والتفاهم بين الشعوب. يعني بعض سفرنا ya'ni saqofa va madaniyatni yoki tafahum, ya'ni o'zaro bir-birini tushunishni, xalqlar orasida o'zaro bir-birini tushunish va madaniyatni kuchaytiradi deb hisoblasa, baynama yara yana akharun, boshqalar o'ylaydilarki, anna safar qad yakunu mudi'atan lil vaqti wal mal. Safar pulni va vaqtni iflos qiluvchi, ya'ni isrof qiluvchi deylik, vaqtni zoya ketkazuvchi deb ba'zilar fikrlaydi. Naqish fikratayn, ikkala fikrni ham nima qiling? Munoqasha qiling. Ya'ni ikkala fikrni ham bahs yuriting, ikkala fikr yuzasidan ham. Ma huwa ra'yuk, sizni fikringiz nima? Shuni ham yoriting. Uktub hawali 250 kalima, ya'ni 250 ta so'z yozing deyilyapti. Xo'p, inshomizga qaraydigan bo'lsak, inshomizda bizda ikki taraflama fikrlar berilyapti va ikki tarafni muhokama qilish so'ralyapti va o'zimizni fikrimizni keltirish so'ralyapti. Biz esa birinchi turda kirish qismini yozamiz. Ushbu turdagi inshoni yozishni boshlashda mavzuga umumiy ta'rif beramiz. Ya'ni safar o'zi nima, o'zi safar qanaqa foydalari, zararlari, xullas boshida kirish berar ekanmiz. So'ngra topshiriqda berilgan ikkita fikrli qarashli insonlar bor degan narsani ham ifodalab ketishimiz kerak. Bu yerda yozayotganimizda mana bunga o'xshab, xuddi topshiriqqa o'xshab yozmaymiz, balki o'zgartirib, so'z boyligimizni ko'rsatib yozishimiz kerak. Xo'p, keyin bu yerda fikrimizni so'rayotgan bo'lsa, kirish qismida ham fikrimizni ifodalab ketishimiz mumkin ekan. Ya'ni kirish qismida ham fikrimizni qaysidir ma'noda aytib ketishimiz kerak. Misol uchun, men bu tarafdagi insonlarning fikriga qo'shilaman, safarning foydalari ko'p, misol uchun. Demak, kirish qismiga umumiy nimalar kelishi kerak desak, tavsif yozamiz. Birinchi fikr, ikkinchi fikrni va yozuvchini, ya'ni o'zimizni fikrimizni ham ifodalab ketishimiz mumkin. Xo'p, masalan, kirish qismiga yozyapmiz. As-safar yu'tabaru ahadil anshitati allati tashghalu makanatan muhimmatan fi hayatil inson. Safar insonning hayotida juda ham muhim makonni egallaydigan faoliyatlar turi hisoblanadi. فهو يوفر فرصا قيمة للتعلم واكتساب الثقافي. u madaniyat kasb qilish yo ta'lim uchun madaniyat kasb qilishga va ta'limga juda ko'p imkoniyatlar beradi. Baynama yaral ba'd, ya'ni ba'zilar, ya'ni lekin ba'zilar o'ylaydiki, annahu yu'azziz min as-saqafa va yushim fi at-tafahum bayna ash-shu'ub. Bir tarafli insonlar o'ylaydi, u insonlar orasidagi madaniyatni va xalqlar orasidagi o'zaro tushunishga o'z hissasini qo'shadi, madaniyatni oshiradi deb hisoblasa, ya'taqidul akharun, yana boshqalar hisoblaydiki, annahu yushakkilu hadran lil vaqti wal mal. U pulni va vaqtni va pulni hadron, ya'ni isrof qilyapti deb nima qiladi? Duna faidatin haqiqiy foydasiz mol va pulni bekordan bekorga yushakkilu hadron, ya'ni bekor narsani shakllantiryapti, ya'ni bekorga ketqizyapti deb hisoblaydi. lekin men ara anna safar tajribatan thariya تضيف كثيرا إلى الشخص مهما كانت مدته وغرضه. Meni fikrimcha esa safar bu boy tajriba hisoblanadi. Ya'ni shaxsga u muddati yoki maqsadiga qaramasdan shaxsga ko'p manfaat yetkazadigan boy tajriba hisoblanadi. Bir sharti borki, ayyakuna madrusan va muxattatan lahu bi shaklin jayyid, ya'ni o'rganilgan va yaxshigina reja qilingan bo'lishi kerak deyilyapti. Xo'p, asosiy qism haqida gapirar ekanmiz. Inshoni asosiy qismimizda biz ikki taraflama insonlarning fikrini nima qilishimiz kerak? Yoritib ketishimiz kerak. Ya'ni ikki taraflama insonlar ham o'zlariga yarasha nimalari bor? O'zlariga yarasha sabablari, o'zlariga yarasha yechimlari bor. O'shaning uchun ham biz ularning fikrlarini ham yoritib ketishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi tarafda biz
qaysi fikrni qo'llasak o'sha tarafdan yoritishni boshlasak juda yaxshi bo'ladi. Lekin farqi yo'q. Siz o'zingiz qaysi fikrni qo'llayapsiz, foydali deyapsizmi, o'sha tarafdan boshlasangiz yaxshi ekan. Misol uchun, min jihatin deb boshlaymiz. Nima qilamiz? Inshoni yozayotganimizda paragraf deyishim kerak-da, bu yerda insho debman. Paragrafni tartibini fikr, dalil, misol, sabab, natija shunaqa qilib yozamiz. Xo'p, boshladik. من جهة يعتبر السفر وسيلة فعالة لتوثيق الآفاق واكتساب المعرفة. Bir tarafdan safar faol vasila hisoblanadi, faol vosita hisoblanadi dunyoqarashni kengaytirishda va ma'rifat egallashda. يعنيكي يمكن الإنسان من التعرف على ثقافات جديدة وتعلم عادات وتقاليد الشعوب المختلفة. يعني insonga imkoniyat beradi, insonga har xil yangi madaniyatlar bilan tanishishga imkon beradi safar. Odatlar va xalqlar, har xil xalqlarning odatlari va an'analari bilan tanishishga, o'rganishga safar imkoniyat beradi. هذه التجربة تعزز من التفاهم وتقلل من الأحكام المسبقة. Bu tajriba esa tafahum, ya'ni o'zaro tushunishni nima qiladi? Oshiradi va tuqallil min ahkam musbaq, oldingi hukmlarni, oldingi o'z o'rganib qolgan narsalar haqidagi qarashlaringizni kamaytiradi. Ya'ni nima demoqchi? Hammasi shunaqa bo'ladi degan bir qarashlar bor, lekin o'sha narsalarni endi kamaytiradi. فزيارة بلاد جديدة yangi shaharlarni ziyorat qilish تساعد الإنسان على فهم طريقة الحياة السكان المحليين. ya'ni yordam beradi insonga mahalliy aholini hayot yo'lini tushunishga yordam beradi. Mimma, bu esa yuaddi ila ta'ziz al-qiyam at-tasamuh va qubul al-akhar, va bu esa boshqalarni qiyam, ya'ni kechirish va boshqalarni ham qabul qila olish qadriyatini kuchaytiradi. كما يساعد السفر على تطوير المهارات الشخصية. shuningdek safar shaxsiy mahoratlarni oshirishga yordam beradi. مثل حل المشاكل، misol uchun muammolarni hal qilish va takayyuf ma'a zurufil muxtalifa, va har xil vaziyatlar bilan moslashish. وهو أمر ضروري للنمو الشخصي والمهني، va u kasbiy va shaxsiy tarafdan o'sish uchun juda zarur narsa. إضافة إلى ذلك، bunga qo'shimcha qilib, يمكن للسفر أن يقوي روح الاستقلال ويعلم الإنسان كيفية التعامل مع تحديات الحياة بشكل أكثر كفاءة. يعني safar imkoniyat beradi insonga o'zini istiqlol, mustaqillik ruhini kuchaytirishni, o'zini ruhiyatini kuchaytirishga yordam beradi va insonga qanday hayot muammolari bilan yanada yaxshiroq kafa degani o'zi bilim makoni degani, yaxshiroq, ya'ni ham bilimliroq holatda insonga hayot muammolari bilan muomala qilishda qanday yo'l tutish kerakligini ham o'rgatadi demoqchida. Yo'l tutish kerakligini insonga o'rgatadi. Xo'p, endi ikkinchi tarafdagi fikrlarni solishtiramiz. Ya'ni bu yerda biz o'zimiz nima qildik? Dalil, misol, hokazo natijalar orqali birinchi taraf insonlarning fikrlarini ko'rib o'tdik, lekin ikkinchi tarafdagi insonlar ham pulni zarf qiladi, safar yaxshi emas degan insonlar ham bor edi. على جانب الآخر deb boshlaymiz. Boshqa tarafdan esa يرى بعض الأشخاص أن السفر قد يكون مضيعة للموارد والوقت. ya'ni ba'zi bir insonlar fikrlaydi, safar resurslarni va vaqtni isrof qilayotgan narsa deb hisoblaydi. Xossatan إذا لم يخطط له بشكل جيد. Xossatan agar yaxshi tarzda rejalashtirilmagan bo'lsa. فقد يؤدي إلى إنفاق المبالغ كبيرة على الترفيه والإقامة دون أن يحقق الإنسان مكاسب فعلية. Hop. Bu narsa esa olib keladi ko'p pulni, ko'p mablag'larni ortiqchasi bilan dam olishga va hech qanaqa haqiqatli bir maksab sizga kasb qiladigan narsalar bermaydigan, amalga oshib hech qanaqa bir foyda bermaydigan, ya'ni turish yashashlarga, dam olishlarga katta mablag'ni sarflab yuborishga olib keladi. كما أن السفر المتكرر أو الطويل قد يسبب الإرهاق الجسدي والنفسي. shuningdek takrorlanuvchi safarlar va uzun safarlar jasad jihatdan va nafs ruhiy jihatdan zo'riqishga olib keladi, zo'riqishga sabab bo'lishi mumkin. Va xosatan إذا كان في ظروف غير مريحة، xosatan agar vaziyat bir murih, ya'ni qulay bo'lmaydigan bo'lsa. وفي بعض الحالات، yana bir ba'zi holatlarda قد يؤدي السفر إلى تعرض الإنسان لمخاطر مثل الأمراض أو السرقة. ya'ni safar insonlarga ba'zi bir xatarlarga, masalan kasallik yoki o'g'irlik kabi xatarlarga yo'liqishga olib kelishi mumkin. هو ما يجعل بعض الأشخاص يفضلون البقاء في بلادهم. va bu narsalar esa insonlarni o'zlarini shaharlarda qolishni afzal ko'rishga undagan narsa. وتجنب تكلفة السفر, va safar chiqimlaridan uzoqda bo'lishga, chetroqda bo'lishga undagan narsa deyapti.
Xo'p, endi esa biz ikki taraflama insonlarning fikrini yozib bo'lganimizdan keyin aynan muhokama inshosida biz so'ngida o'zimizni fikrimizni aytar ekanmiz. Xulosada o'zimizni fikrimizni aytar ekanmiz. Fil hitam so'ngida a'taqid anna fawaid safar tafuqu uyubahu. Men o'ylayman safarning foydalari uni ayblaridan ustun bo'lgan. Shartu an yakuna madrusan va mukhattatan lahu bihikma. Sharti o'rganilgan bo'lishi kerak va hikmat bilan muxattat, ya'ni reja qilingan bo'lishi kerak. فهو ليس فقط وسيلة للاستمتاع والراحة. دام olish istimta va rohat vositasi emas faqat, bal huwa aydan adatu litta'allum va tatwir zat. Balki u ta'lim uchun va shaxsiyatni kuchaytirish uchun, rivojlantirish uchun ham bir quroldir. Lidalik, shuning uchun yanbaghi ala kulli shaxsin an yuhawila al-istifadata min hadhihi at-tajriba biqadri al-imkan. Shuning uchun ham har bir shaxs bu tajribadan imkon qadar foyda ko'rishga urinishi kerak. لأن السفر لا يغني فقط الروح. chunki safar faqat ruhni boyitmaydi. ولكنه أيضا يساهم في بناء شخصية أكثر وعيا وانفتاحا على العالم. balki insonning shaxsiyatini yanada ko'proq idrokliroq qilib, yanada ko'proq olamni biluvchiroq, olamga ochiqroq qilib qurishda o'z hissasini qo'shadi. Alar-rag'mi min at-tahaddiyat, qiyinchiliklarga qaramasdan, ya'ni ayblariga, muammolarga qaramasdan, allati qad yuwajihuha al-musafir, musofir yo'liqishi mumkin bo'lgan muammolarga qaramasdan, illa anna al-makasib allati yuhaqqiquha ala al-mustawayayn ash-shakhsi al-thaqafi taj'alu min as-safari tajribatan la yuqaddiru bi thaman. Xo'p, lekin illa anna degani lekin ikkita darajada, ikkita ko'lamda, ya'ni shaxsiy va madaniyat ko'lamida hosil bo'lgan insondagi malakalar, makasib degan malakalar bu safarni pul bilan qiymat qilib bo'lmaydigan bir tajribaga aylantirib qo'ydi deyapti. Bu yerda biz nima ko'rdik? Muhokama inshosi qanday yozilishini ko'rdik. Biz o'tgan sifr imtihonlarida ham aynan muhokama insholari tushgandi. Endi siz muhokama inshosini yaxshi yoritishga harakat qilasiz. 313 ta so'z yozilibdi ekan bu yerda. 313 ta so'zlik inshoni o'rganib chiqdik. Video pastida Telegram kanalda inshoga topshiriq ham tashab qo'yiladi. Uni ko'rib insho yozishga harakat qilamiz. Ma'assalama fi amanillah.